Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Ashurali Jo'rayevning Yurak bo'ronlari nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Yozuvchi Ashurali Jo'rayev uzoq yillardan buyon mashhur san'atkor Botir Zokirov hayoti va ijodini katta qiziqish bilan o'rganib keladi. Uning Botir Zokirov haqidagi Yurak bo'ronlari qissasi 1989-yilda e'lon qilingandi. Yozuvchi izlanishlarini davom ettirib, bu o'lmas mavzuni roman, essaga aylantiribdi. O'ylaymizki, bu asar ham Botir Zokirov san'ati muxlislariga, keng kitobxonlar ommasiga manzur bo'ladi. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.